10 yildan keyin uchur vositalarida olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Spill va qattiq disklar yo'qolib ketdi. Yanfon kompyuterimiz qog'ozdek nefis bo'ldi. Bu fantaziyalik filmlardimi, ranglikmi qandaq? Bularning hammasini amalga oshira oladigan ochqoch 6G bo'lib, 5G lik millimetr to'lqin texnikasiga o'xshamaydi. 6G yangi bir davrni kutib oldi. Surati 1 Gbps ga yetadi. 5G ning 100 ga to'g'ri keldi. Bu qandaq huquq? Bir tal 5G yanfonga yuqori aniqlikdagi kinodan birini tushirish uchun 1 sekunddan 2 sekundgacha vaqt ketadi. 6G ga tushirishning hojati yo'q. Qolgan vaqtda bulut supsini ziyorat qilgan bo'ldi. Hammasi kuchli bulut saqlash, bulut hisoblash orqali amalga oshadi. Bulut mulozimatini ehtiyojga asosan hisoblash qoidasi bilan ta'minlaydi. O'yin o'ynaganiki hisoblash kuchi eshib, muzika anglaganiki hisoblash kuchi kichiklaydi. Har xil elektronlik uskunalar qattiq diska va ko'rsatish taxtasidan uzil-kesil ayrildi. Har bir odam faqat bir parcha ekran bo'lsa, barliq mashg'ulotni amalga oshira oladi. Shuni bilish kerakki, 5G bo'lsa bulut ustidagi sonliq ma'lumotlarning boshlanishi, 6G bo'lsa uskunalarni mikrolashtirishning eng oxirgi shakli. Fantaziya pat orda reallik aylandi. Buningga tayyorlig'ingiz bitdimi?